Hammaga salomlar. Sizlar bilan birgalikda men Mustafa MC kanali. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Zombie Catchers o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz bolalar. Bo'lmasam videoni boshladi u. Qani ketdi akalar. Akalar, sizlarga o'yin qoidasini tushuntirib o'tsam, bu biznes o'yin. Ya'ni bunda zombilarni tutish kerak. Har xil zombilar. Hozir men birinchi levelda bo'lganim uchun faqat sariq zombilar chiqadi. Ya'ni limonad zombilar. Baqqa hammak. Baqqa. O, akalar, ko'rdinglarmi? Men bu o'yinni 5 barmog'imdek yaxshi bilaman. Ko'rdinglarmi? Men bu o'yinda proman. Akalar, men bu o'yinda proman. Hozir ko'rasizlar. Men bu o'yinda proman. Ko'rdinglarmi? Kallasidan tekkizdim. 5 ta shaptolni ham tutdik. Ya'ni zombilarni. O, bittasi lazer berishdi. Endi bularni suvni siqib sotish kerak. Mana bu yerdagi missionlarni bajarish kerak akalar. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerdagi mission ko'ryapsizlarmi? Mana 3 level deb qo'yibdi. Mana topshiriq berib qo'yibdi-yu mana. Sell produce deb qo'yibdi. 10 ta siqish kerak deyapti. Ya'ni sharbatdan 10 ta sot deyapti bu. Shu shartda bajar deyapti. Xo'sh, radar ochilibdi. Radar yana zombilarni topdi, ya'ni. Radar qidirib topdi zombilarni. Endi yana tutamiz 5 ta zombini. Baqqa. Ko'rdinglarmi akalar? Kengisini ham yo'qotamiz. Baqqa hamma. Senam kel. Voy! Ko'rdinglarmi? Ko'chasidan tekkizdim. Ikkalasini ham ko'chasidan tekkizdim. Yana ikkita lazer. Oho. O, yangi levelga o'tish. Toshlarni bajardik nima uchun deganda. O, yangi zombi va yangi siqish. Hamda ikkita zombi. Akalar, kechirasizlar, reklama sizlarning joylarga kelmasa, reklamani tomosha qilamiz. Lekin akalar, sizlarga maslahat, videoni biroz o'tkazib yuboringlar bu reklama qismini. Sizlarga maslahat. Bu reklama qismini biroz o'tkazib yuboringlar. Yoki men o'zim o'tkazib yuboraman akalar. Bo'ldi akalar, reklamani o'tkazib yubordim. Endi biz keyingi topshiriqlarni bajarishimiz kerak. Ko'k zombini siqadigan apparatini ochish va biza o'z to'rimizdan, arqonimizdan upgrade qilishimiz kerak ekan. 200 ming so'mga tushdi. Mana ochdik. Bitta topshiriq bajarildi. Xo'sh, endi upgrade qilamiz mana buni. 120 ekan. Pulimiz yetmayapti. Mana buni siqamiz va ovlashga ketamiz. Radar yana zombilarni aniqlabdi. Akalar, bu o'yinni qisqacha qilib olmoqchi bo'lsanglar, Play Marketda yuklab olish mumkin buni. Voy la'nati, qochib ketdi. Akalar, sizlarga gapiraman. Akalar, bu o'yinni Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. Zombie Catchers deb yozsanglar chiqadi. Mana shu zombi kulib turgan rasmi chiqadi. O'shaga kirasizlar. Ko'rdilarmi akalar, qanaqa headshot berdi kallasidan. Headshot. Kuchasidan headshot berdim akalar. Ko'rdilarmi? Kuchasidan. O'zim kuchasidan berdim akalar. Kucha. Yana bitta lazer. Akalar, hozirroq kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Biz 30 ta obunachidan ko'proq bo'ldik. Buning uchun hammaga rahmat. Lekin biz haligacha maqsadimizga erishmadik. Bu yangi yilgacha 50 ta obunachi yig'ish edi va menga atigi 15 donagina gangsterning yordami yetishmayapti. Iltimos obuna bo'linglar. Xo'pmi bolalar? Bu o'yinni bir chetini ishga solamiz hozir. Ketdi. Akalar, bu Zombie Catchers o'yinining birinchi qismi. Ikkinchi qismi chiqishi uchun esa ushbu videoga 15 dona like yig'ishlarini iltimos qilaman. Ushbu videoga 15 dona like hamda keyingi qismi chiqadi. Hop, baqqa. Hammasini kuchasidan headshot berdim akalar. Bittasini kuchasidan headshot. Ko'ringlarmi? Hop, chiq, men pastga tushmasdan. Mana bu chiqdi faqat. Mana bu iplos chiqmadi. Men tushib ketganiga eski miyam. O, hammasi 6 zombini ham tutdik.
Yana bitta lazer berishdi. Akalar, sizlar aytishinglar mumkin. Aytling. Akalar, sizlar aytishinglar mumkin. Nimaga sen lazerlarni ishlatmayapsan deb. Chunki mana qaranglar. Men 800 ta lazerga ochishim kerak ekan. Men 800 tani yig'moqchiman. Men o'tgan safar ham yig'ganman, 800 dan ko'p lazer yig'ganman. Akalar, shuning uchun sizlarga ham maslahat, lazerlarni ishlatmanglar. 800 ta lazer bo'lgandan keyin o'sha qurolni ochinglar. Men shu qurolni aytyapman. Mana shu. Ko'rdinglarmi? Shuni ochinglar. Bo'lmasa yana ovga qaytamiz. Xo'sh, yana ovga qaytdik. Akalar, hozir 5 minut. Bo'ldi akalar. Boshladik yana. Qani bu shaptonlar chiqsin. Buyoqqa bitta shaptonni tutdik, yana bitta shaptonni tutdik. Bittasini ko'chchasini headshot, bittasini kallasini headshot. Uy, bronyalis chiqdi. Bronyange oyog'im sani. Akalar, faqatgina bu videoda 15 ta like yig'ganlardan keyin ikkinchi qismi chiqadi bu videoning. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. Xo'sh, mana 19 ta lazer bo'ldi. Yana qaytdik. Voy! Bular nima bunaqa qilyapti? Darrov ochilib qolyapti radarlar. Hammasini ovlaymiz-da, tutamiz. Keyin ularni siqib odamlarni aldab sotamiz akalar. Nima ham qilardi endi? Bizning asosiy ishimiz shu. Bo'ynida headshot berdim. Bittasini qornidan, bittasini ko'chchasidan headshot. Ko'rdinglarmi? Mana bu ilonni o'ldiraylik. O'ziga xalaqit beradi. Xo'sh, akalar. Buyoqqa. Tutdim bularni ham akalar. Ko'rdinglarmi akalar? Buni bitirdik. Endi bunisiga o'tdik. Shuning uchun ikkita lazer berishdi. Yana bitta lazer 22 ta. Oho! Reklama akalar. Hozir reklama chiqib qolibdi, kechirasizlar. Bu radar yana qaytadan tiklanibdimi? Bu radarni ko'timga tiqaman hozir akalar.